Bugun sizlarga Xorazm xalqi ko'p qiziqib turgan mashinadan biri Jack X200 avtomobil haqida to'liqroq video obzor etib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosish esdan chiqmasin. Jack X200 avtomobili 2 lik atmosferli motor bo'lib, 150 ot kuchidan iborat. Ko'pchilik aytishmoqda Xitoy mashina, motor Xitoy yaxshi emas deb aytishadimi? Yo'q, bunda aksincha uning emas. Bular motor Toyota'dan olingan bo'lib, Toyota motor hisoblanadi. Shuning uchun ham bularga 3 yil yoki 100 ming probeg garantiya beriladi. Endi buları gelin gösterib o'tamiz. Balonlari eldi balon 15 lik bo'ladi, yumshoq balon. Arkası 13 lik balon, ya'ni qo'sha balon hisoblanadi. Bortini uzunligiga keladigan bo'lsak, 3.10 1.65. Bunga o'zi poложение 1 tonna 840 kg yuk ko'tarish berilgan. Lekin xabarlaringiz bor, o'tgan videoda 2 tonna bosib test drive atvadik. Agar ko'rmagan bo'lsangizlar, videoni o'tib ko'rib qo'yishingizni tavsiya etamiz. Lekin mashina bemalol 3 tonna yuk bossangizlar ham qiynalmay yuradi. Agarda kommentariyada yozsangizlar 3 tonna bosinglar deb aytib o'tadigan bo'lsangizlar, xudo xolasa 3 tonna bossam test drive atib beramiz sizlarga. Ishlarni o'tamiz. Ishlarga keladigan bo'lsak, rullar gidrolik hisoblanadi. Konditsionerlari bor, magnitofonlar bor, 6 skorsdan iborat. Yana zo'r taraflaridan biri bularda orqa risol bo'ladi, eldi tomoni prujin bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Shuning uchun ham mashin labular o'xshab jo'ski bo'lmaydi. Sizlarga mashinani olishni tavsiya etamiz. Bizda hozirda Jack X200 avtomobilini 3 xil varianti bor: bartoyi, tentovka hamda furgon variantlari. Narxlarga keladigan bo'lsak, 248 million 640 ming so'm bartoyi, 255 million tentovkasi, 275 million bo'lgan bo'lsa furgon varianti. Bularga kelgan zo'r tarafi rastroshka mavjud. Lekin rastroshkada ustuna baribir pul minadi. Keling videoda ko'rsatib o'tamiz. Rastroshka mittizon bilan olsalar bo'ladi. 248 million 640 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, buni eng kam 35% bilan rastroshka olsangiz bo'ladi. Ya'ni 87 million 24 ming so'm kerak bo'ladi. Agarda sizlarga oylik to'lovlari grafiki qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Yoki grafik belgisini yozib qo'ysangiz, biz sizlarga grafikni tashlab beramiz. Video sizlarga manfaatli bo'lmasa, birdan like bosib qo'yamiz. Mezi Tashkent Motors Xorazm filialidan kutib qolamiz.